Alo. Ha, Kendal Janer. Ha, alo, kirib keldi bizga. Men sotyapman. Alo, brendini bilasizmi? Kim mashhur qilganini? O'zbekistonda. Men bo'lsam chet el Ronaldoning xotini bo'ladi. Ronaldoning xotini. Birinchi Kendal Janer reklama qilgan. Shoshma gaplashyapman. Xafa bo'ladi. Yo, Ronaldoning xotini demadi. Vashshi boshqa narsani gapirib, e'tibor bermang. Xullas, alo kirib keldi bizga. Men krasovkalar hozir. Qimmatga sotinglar. Bo'ldi mana. Nima desa shu, aytgan narxga sotamiz. Bo'pti, xo'p. Muhim yebsan 99 mingga qo'yib yuboraman hozir hammasini. Bu to'g'ri xalos. O'zbekistonda qimmatga olarmi? 99 mingga skidka qilishga to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Nima Adidas zo'rada? bor, Samba bor, sport bor, hammasi bor. Modellar, ranglar. Voy, men buni qarang, moshni qilib qo'yibdi, lekin bor. Chiroyli ekan, Ha, bilasiz. lekin bor. Bular hammasini 99 ming sotamiz. Reklama qilaver, ko'rsataver, chiroyligini ko'rsat, lekin 99 ming sotamiz. Xalq mazza qilsin-da. Endi qara, Aloni u reklama qildi, bu reklama qildi. Qimmatga kiyishimiz kerak degan narsa paydo bo'lib qoldi odamlar miyasida. To'g'ri bu gapingiz ham. Xuddi o'sha oyoq kiyim mana, xuddi o'sha sifat. Rosa narxini bo'ladi, liks. Narxini tars sindiramiz, 99 mingga qo'yamiz. Qara, birinchi marta ikkalamiz fikrimiz bitta joyda. Joydan chiqdi, analar. 99 dan o'rtoqlar. Mana shu krossovkalarimizni olib ketaverasiz, bitta u tepadagi modellarni ko'rsatib yuboring. Unda anu rangini qarang, ro'z aralashib qo'yibdi. Kishi Qancha zo'r chiqib qo'yibdi lekin. Ha. Xullas 36 dan 40 razmergacha. Bu sal qimmatroq ko'rdi. 99 mingdan Ha, 99 ming ekan. Ha. Faqat bu videoni Kendal Janerga tashlamanglar, qimmat sotdi dedi-da. Ronaldoning xotiniga ham tashlamaydi. Ismini nima edi? U ismini bilmaydi, hali Ronaldoning xotinimish-da. Ha, esladim, Jorjina. Men bilmasdim, bu yo'lda bo'lsa Jorjina.